yana Allohdan so'raymiz. Mana shu xonadonni yomon ko'zdan asrasin, kek nafrat qiluvchilardan saqlasin. Har bir sajdasini mag'firat aylab bu xonadonni o'ylamagan tarafidan ruslantirsin. Ezgu niyatlarni ro'yobga chiqarib hamisha shu xonadonni baxtiyor etsin. Garchi shunday mag'rur tursa ham piyolaga egilar choynak. Shunday ekan manmanlik nechun, kibr havo nimaga kerak? Kamtarin bo'l hatto bir qadam. O'tma g'urur astonasidan, piyolaning inson shuning uchun o'par doim peshonasidan. Tongni quyosh, tunni yulduz, tog'ni buqor, gulni ifor, oshiqni muhabbat, insonni mehr oqibat, sizni bizni ilohim baxt tark etmasin. Endi bo'lsa Xushboq aka keling davramizga, chiroyli qilib duo beraylik. Xolboy aka keling davramizga. Endi bu yoqimizga. Nima niyatlari keşke keling. 51 yaşına gittiğinizden yana 51 yaşını yaşayın. Neverlerin baktığına sap aman canın sağ yürütürsün. Benim baktıma bir kuvanı verin demiş. En yaman bir yüzüm şimdi yapılsın, daima bir yerin altında toy verip tanışa verip sizden bir iltimas edeceğim. Başka inanmıyorum. Amin. Allah'a Nima niyatlarimiz hammamiz keşfettirgan niyatlarimiz bu 50 yaşamaz, 250 yaşlarda hammamiz niyatlarimiz. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Farzandlar, nabiralar baxtiga sog', omon bo'ling. Mana bugun 50 yosh ekan, payg'ambar yoshlarga yetish. İtalya'da kanlı pülpüle kimler? Çünkü ben de çingele kimler?